Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum ko'rsatuvimizning sadoqatli muxlislari. Yana bir mavzu bahsi ila siz nima deysiz ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Xuddi shunday, bugungi mavzuyimiz ham har doimdek dolzarb hisoblanadi azizlar. Demak, bugungi mavzuyimizni hozir men e'lon qilaman. Favqulodda vaziyatlardan muhofaza, targ'ibot, profilaktika va natijalar. Bugun azizlar studiyamizga mavzuga doir bo'lgan mutaxassislarni chaqirganmiz. Albatta shu joyda biz studiyada o'tirgan barcha mehmonlarga savol bilan yuzlanamiz. Ya'ni demak, Rustam aka, dastlab keling. Birinchi sizdan boshlasak, aytingchi, favqulodda vaziyatlardan qanday himoyalangansiz? Umuman olganda, favqulodda vaziyatlarga duch kelsangiz, birinchi navbatda qanday yo'l tutasiz? Savolingizga javob berishdan oldin men ozgina qisqa favqulodda vaziyat to'g'risida bir tushuncha bermoqchiman. Favqulodda vaziyat bu tabiiy ofat, texnogen baxtsiz hodisalar yoki shunga sabab bo'luvchi insonni bir hayoti, sog'lig'iga, atrofini o'zgarib jiddiy ta'sir qiluvchi bir holat hisoblanadi. Bilamiz, favqulodda vaziyatlar o'zi 4 ta turga bo'linadi. Birinchisi bu tabiiy, bularga zilzila, suv toshqinlari, shunga o'xshash. Ikkinchisiga bu texnogen, ya'ni sanoat korxonalaridagi avariyalar, yo bo'lmasam elektr tarmoqlar tizimidagi nosozliklar, portlashlar, shunga o'xshagan narsalar kiradi. Uchinchisi ekologik, ya'ni atrof muhitni zaharlanishi. To'rtinchisi bu biologik ijtimoiy, ya'ni epidemiya, pandemiya. Mana bir boshimizdan o'tkazdi, yaxshi shu narsalar. Endi men demoqchimanki, har bir fuqaro mana shu favqulodda vaziyatlarga shunga nima turibdi? Bu yerda avvalambor insonni salomatligi, hayoti turibdi. Men qanchalik tayyorman, chunki bu inson bunga tayyor bo'lish uchun avvalambor uni bilimi, o'shanga tushuncha bo'lish kerak. Buni bilim tushunchani olish uchun avvalambor shu targ'ibotlarni ko'rib, shularni xalq orasida shunda o'zini har xil shu vaziyatlarda, favqulodda vaziyatlarda qanday o'zini tutishi, masalan, hozir tabiiy ofatlarni bitta misol keltiraman. Eng dahshatlisi bu zilzila hisoblanadi. Zilzila davrida masalan uchun o'zini qanaqa tutish, ya'ni vahima yoki sarosimaga tushmaslik. Buning uchun nima qilish kerak? Avvalambor haligi sarosimaga tushmaslik kerak. Ya'ni o'zini uni chunki buni hech kim oldindan aytib bera olmaydi, chunki bu baxtsiz hodisani buni avvalambor shu insonlar shuni o'zi bilib tushunsa, o'zining muhofazasini ham menimcha to'g'ri qabul qila oladi va o'zini hayotini ham saqlab qoladi. Rustam aka, aynan bugungi mavzuyimizga doir bo'lgan kerakli ma'lumotlarni sizdan eshitdik va bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz o'zlari uchun kerakli bo'lgan xulosalarni chiqarishdi va yuqorida hamkasbim taqdim etgan savollari, favqulodda vaziyatga duch kelsangiz birinchi navbatda qanday yo'l tutasiz? Aynan ushbu savolni Barchinoy opa, marhamat, siz bilan davom ettiramiz. Menda masalan shunga o'xshagan bir vaziyat bo'lganda, o'sha nabiram nimaga vannaxonaga qamalib qolgan paytida, albatta biz u narsani o'zimizda qila olmaganmiz, ocha olmaganmiz, lekin birinchi navbatda favqulodda o'sha vaziyatlar o'sha MCHS xodimlariga telefon qilganmiz. Vahima bo'lganmi? Mana Rustam aka aytayaptilar. Yo'q, vahima bo'lmagan. Vahima bo'lmagan, endi albatta juda qattiq vahima bo'lmagan, lekin albatta biz birinchi navbatda MCHS xodimlarini taklif qilganmiz. Ular juda ham tezlik bilan yetib kelishgan, eshikni ochishgan va nabiramni qutqarib olishgan. Rahmat. Kamolaxon, Anvar aka, siz qanchalik tayyorsiz bunday holatlarga? Marhamat. Favqulodda vaziyatlar bo'lgan holatlarda, demak, barcha shu O'zbekiston fuqarolari har bir vaziyatda bo'ladigan jarayondan bilim ko'nikmaga ega bo'lish kerak. Eng avvalo hammamiz shundan xabardor bo'lib, misol uchun tabiiy tusdagi, texnogen tusdagi, ekologik, biologik tusdagi favqulodda vaziyatlar bor. Demak, har bitta jarayonni bo'ladigan holatda bexosdan kelishi mumkin. O'shanda vahimaga tushmasdan, o'sha bo'linadigan jarayonlardan nima deydi, o'zini bilimini ishlatgan holatda, demak, vaziyatdan chiqish kerak bo'ladi va xodimlarga murojaat qilib shu vaziyatdan qutqarish lozim hisoblanadi. Rahmat aytamiz fikrlar uchun. Ma'lumki, favqulodda vaziyatlar sodir bo'lishidan ko'ra uni oldini olgan yaxshi degan fikrlarni har birimiz juda ham ko'p marotaba eshitganmiz, tinglaganmiz va shu fursatlarda soha mutaxassislarini studiyamizga taklif etganmiz. Suhbatimizni ular bilan davom ettiramiz. Aslida qanday va qaysi holatlar favqulodda vaziyatlar hisoblanadi? Suhbatimizni
Demak, Abdulaziz aka, xush kelibsiz. Marhamat, siz bilan boshlaymiz. Favqulodda vaziyatlar bu hozirgi kunda mana aytib o'tishdilar. Asosan tabiiy va texnogen avariyalarni oqibatlari hisoblanadi. Bularni bartaraf etish yoki bularga tayyor turish hamda xalqimizga o'sha harakatlarda harakatlanish tartibi va ularni bartaraf etish yo'llari bo'yicha Jamoat xavfsizligi universitetida ham ushbu fanlar yuzasidan mashg'ulotlar o'tib boriladi. Ayniqsa ekstremal va favqulodda vaziyatlar psixologiyasi hozirgi kunda bu o'sha qo'rquv, vahima ularni bartaraf etishda o'zaro o'ziga va o'zaro harbiy xizmatchilarga va fuqarolarga yordam berish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazib borilmoqda. Buni bartaraf etishda albatta o'sha jarayonni qandaydir sodir etish, qisman bo'lsa-da o'shanga yaqin harakatlarni bajarishga harbiy xizmatchilarimizni tayyorlab kelmoqdamiz. Juda ham yaxshi. Rahmat. Umuman olganda favqulodda vaziyatlarda qanday harakat qilishimiz kerak? Qahramon, marhamat javob berasizmi? Bu boradagi aholi o'rtasida qanday tushuntirish ishlari, chora-tadbirlar, profilaktik jarayonlar olib borilyapti? Aholidan faqat bitta narsani so'rab qolamiz. Shu favqulodda vaziyatlar bo'lganda vahimaga tushmaslikka va shuni oldini olish, uni avvalambor e'tiborli bo'lishni talab qilib qolamiz. Har bir ishda qilishdan oldin, masalan, har xil chiroq yoqayotganda elektr simlarimizga gaz yonib qolib ketmasligiga, bolalarga e'tiborsiz bo'lmasligini so'rab qolamiz. Masalan, hammani o'zini uyini kaliti o'zi cho'ntagida olib yuradi. Kalitni ham iloji boricha butun cho'ntakka solib yurishlarini so'rab qolamiz. Yo'qotib qo'yishlar, ko'chada sovuqda qolib ketishlar kamroq bo'ladi. Avvalambor faqat e'tibor so'rab qolamiz. Keyin favqulodda vaziyat sodir bo'lganda xalqdan faqat vahima qilmaslikni so'rab qolamiz. Aytingchi, ko'proq qanday jarayonlarda sizlarga ko'proq murojaat qilishadi? Ko'p uchraydigan holat. Bizda ko'p uchraydigan holat bu liftlarda qolib ketishadi. Qamalib qolishadimi? Qamalib qolishadi. Chiroq o'chib qolishi Chiroq o'chib qolishi tufayli har xil nosozlik kelib chiqishi mumkin. Elektr simlari uzilib ketishi mumkin. Motorchiklari bor, shunaqa narsalar buzilib qolishi mumkin. Nosozliklari ko'p, endi texnika bo'lgandan keyin buziladi. Shunda eshiklar yopilib qolishi mumkin. Keyin ko'pincha eshikni kalitlari yo'qolib qoladi yoki kalitlar sinib ichida qolib ketadi. Shunaqa vaziyatlarda borib xalqqa ko'p qisqa raqamni ham aytib o'tsalar, menimcha ko'pchilikka manfaatli bo'lardi. Yuqorida aytdingiz, vahimaga tushib qolishadi. Ko'pchilik mana shu vahimaga tushib qolganda qayerga qo'ng'iroq qilish va ana shu raqam ko'pincha eslaridan, yodlaridan chiqib qoladi, to'g'rimi? Telefon qo'ng'iroqlarimiz hozir bizda juda ko'p. 101, 1050 va 112 qisqa raqamlarga telefon qilsa, bizning operatorlarimiz javob beradi va bizga xabar beradi qismlarga. Shu qismlarga tezlik bilan, zudlik bilan xabar beriladi. Biz keyin shu joyga iloji boricha tezroq yetib borishga harakat qilamiz. Va sizning suhbatingizdan tabiiyki yana savol tug'iladi va suhbatimizni Elyor aka siz bilan davom ettiramiz. Aholida xavfsizlik madaniyatini yanada kuchaytirish borasidagi profilaktik ishlari bo'yicha qilinayotgan chora-tadbirlar haqida ham suhbatni davom ettirsangiz, marhamat. Rahmat. Demak, bu savolingizga sal boshqacha tarzda yondashmoqchi edim. Avvalambor mana shu favqulodda vaziyatlar xavfsizligini eng ko'p qayg'urayotgan, eng ko'p o'ylayotgan aholining tinchligini, ularda sog'ligini, salomatligini o'ylayotgan mani nazdimda bu davlatimiz rahbari bo'lsa kerak. Sababi mana shu 2025-yil 20-oktyabr kuni farmon topshirdilar. Aholi xavfsizligini ta'minlash va favqulodda vaziyatlarda demak 185-sonli va uning orqasidan esa ushbu sanada 310-sonli qaror qabul qildilar. Bu natijasida xalqda osoyishtaligi, tinchligi nazarda tutilyapti. Shu nuqtai nazardan bizda Jamoat xavfsizligi universitetimizda ham rahbariyat demak ushbu qarorlar ijrosini samarali ta'minlash maqsadida bizlarda mana shu hayot faoliyati xavfsizligi fani mavjud. Ushbu fan doirasida doimiy tarzda o'quvchi talabalar bilan demak amaliy, nazariy va dual mashg'ulotlar tashkillashtirilgan. Ushbu dual mashg'ulotlar mana shunga to'xtalib o'tsam,
demak davlatimiz rahbari bizni jamoat xavfsizligi universitetiga tashrif jarayonida respublikamizda birinchi bo'lib dual mashg'ulotlar joriy etilgan, tashkil etilgan va bu o'z samarasini bermoqda. Natijada bugungi kunda bizni tahsil olayotgan talabalarimiz demak har qanday favqulodda vaziyatlarda ham bemalol ishonchli harakat qila oladi. Nafaqat o'zlari, jamiki atrof muhit, tabiat, aholi ularni xavfsizligi uchun bemalol ishonchli qaror qabul qiladi, harakat qila oladi va qolganlarga ham yordam ko'rsatish uchun ko'nikma malakalari mavjud. Rahmat ma'lumotlar uchun. Umuman olganda favqulodda vaziyatlardan muhofaza, targ'ibot, profilaktika va natijalar haqida biz suhbatlashyapmiz va mana shu asnoda soha mutaxassislarini studiyamizga taklif qilganmiz. Demak, o'sha targ'ibot ishlari, profilaktika ishlari va natijalar haqida ham hali yana to'xtalib o'tasiz. Undan avval esa yana studiyamiz mehmonlariga yuzlanamiz. Gulchiroy, marhamat, sizda mana shunday holatlar bo'lganmi hayotingizda? Menda shunday holatlar bo'lgan va bir voqeani aytib bermoqchiman. Keyin soha mutaxassislariga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Yaqinda 31 dekabr kuni sanasi bir sayyohim bilan, ya'ni xorijdan kelgan mehmonim bilan Qoraqalpoqga yo'l oldik. Unutilmas yangi yil bo'ldi desam ham adashmayman. Ya'ni biz Oroldan keyin Ustyurt cho'llarini bilamiz. Ustyurt cho'liga borganimizda 31 dekabr soat 4larda, kechki payt 4larda mashinamiz, ya'ni bizning mashinamiz botib qoldi. Bilamiz, Qoraqalpoq sho'r zona, tuzli zona, shuni hisobiga -gradusda ham muzlamaydi u. Mashinamiz botib qoldi, mashinani chiqarishning iloji yo'q. Bizga kelgan ikkinchi mashina ham yana botib qoldi, lekin u yerda bizda muammo signal yo'q edi, hech qanaqa signal yo'q edi. Shunda biz hech qanaqa nima deydi, qutqaruvni chaqirishning iloji bo'lmadi bizda. O'sha shu savolni bermoqchiman. Shunaqa holatlarda o'zim ham ko'p tog'li zonalarda yuraman-da. O'shanda shunaqa holatlar bo'lganda, signal bo'lmasa, unda kimga murojaat qilish kerak? Kechki payt o'shanda -18 gradusgacha havo tushib ketdi va 12 soatdan keyin bizga qishloqning o'zi yordamga kelgan. Ana xolos. Marhamat, kimdan javobni eshitishimiz mumkin? Bu albatta qiziq savol bo'ldi. Juda ham. Kutilmagan, kutilmagan javob berishga harakat qilib ko'raman. Demak, bunday vaziyatlar nafaqat hammada bo'lishligi mumkin. Bu hech kim bundan himoyalanmagan albatta. Demak, agar lekin e'tiborga olinganmi mana shunday holatlar ham? Qachonki agar mana shunday holatlar yuz berganda biz eng avvalo o'zimizni xavfsizligimizni ta'minlash uchun agar biz biron bir texnikada bo'lmasak, o'zimiz bilan albatta safarga chiqishdan oldin o'zimiz himoya vositalarimizni olishligimiz shart. Masalan, bu savol asosan nimaga to'g'ri keladi? Bu xavfsizlik madaniyatiga, bizga aholimiz xavfsizlik madaniyatiga ko'proq taalluqli bo'ladi. Uzoq yo'lga chiqayotganimizda albatta himoya vositasi sifatida eng avvalo yegulik, suv iste'mol uchun va undan tashqari kiyim va himoya vositalari. Himoya vositalari nima? Yordam beruvchi, demak, chiroq, ishora qilish uchun, yoritich vositalari yoki bo'lmasam isitish uchun gugurtmi, kechasi agar qoladigan bo'lsak, o'tin yoqishimiz kerak va o'zimizni qaysidir ma'noda kechasi xabar berish yo'li nima? Bu yorug'lik. Yorug'lik. Agar tomonda qishloq bor, bir 15 kilometr, bir esa 25 kilometr masofada. -18 gradusda biz u yoqqa borish umuman aqlga sig'maydigan darajada edi. Unaqa holatda faqat to'xtamasdan harakatlanishi men tavsiya bergan bo'lardim. Botqoqqa botib qolganda qanday harakat yurish kerak, qishloq tomon? Yurish. Mashinani tashlab. Shu yerda botdimi, demak, u yerda qolish o'zi bu eng katta xavf sanaladi. U qachonki inson sovuqda harakatsiz qoldimi, demak bunday vaziyatda mashinani emas, inson eng avvalo o'zini jonini o'ylash kerak, o'zini qutqarish kerak. Undan so'ng mashinani bir amallab chiqarish imkoniyati bo'ladi. Bunday voqealar bilasizmi, kinolarda ham aks